Ana bugun payshanba kuni 5-6 mart adashmasam. Ro'zani yana bir tongda otdim. Shayxon Tohir tumani, mana bu yoqda Chilonzor, bu tarafda Yakkasaroy ko'rinib turibdi. Uchtepa hokimiyat, hammasi ipodromlar, hamma yoq tinch, Allohga shukr. Allohim o'zing doim tinch qilgin. Ulug' Ramazon oyi sharofati bilan dunyoni tinch qilgin. Zulm chekayotganlarni barchalariga sabr jamil ber va barchalarimizga tinchlik, xotirjamlik ato etgin. Zulm qiluvchilarga o'zing kifoya qil, ya Rob. O'zing kifoya qil, ya Rob.